bir gap dadasi. Meni hadeb xo'rlamang. Alloh meni sizga omonat qilib berdi. Mayli, o'zingiz bilasiz. Xohlang meni gul qiling, xohlang qul. Bu sizning ixtiyoringiz. Alo, assalomu alaykum oyijon. Alaykum assalom qizim, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'zlaringiz yaxshi o'tiribsizlarmi? Jiyanlarim yaxshimi? Rahmat qizim. Uyimizga kim keldi aytaymi? Kim? Kuyov bola kelib ketdi. Voy, nega? Tinchlikmikan? Tinchlik bolam, tinchlik. Bir tili narsa olib kelibdi, bozorliklar qilib kelibdi. Aha. Dada ikkalamiz yig'lab duo qilib o'tiribmiz. Yana bitta gap